Viloyat transport boshqarmasi va hududiy bo'lim inspeksiya tomonidan jamoat transporti xizmatlarini tashkil etish tizimini yanada takomillashtirish, sohada sog'lom raqobat muhiti va tadbirkorlik subyektlari uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar uchun sayyor qabul o'tkazildi. Jamoat transporti sohasining samarali faoliyat olib borishi yo'lovchilarga qulaylik yaratib qolmasdan, mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining barqarorligi, aholining farovon turmush tarzini, milliy xavfsizligini ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Havo yo'llari, quruqlik, suvda yo'lovchi va yuk tashish kabi xizmatlarni qamrab oluvchi ushbu sohani rivojlantirish borasida mamlakatimizda so'nggi yillarda keng ko'lamli amaliy ishlar qilinmoqda. Yo'lovchi tashish sohasida duch kelayotgan muammolarga yechim topish, tadbirkorlarga har tomonlama yanada qulay sharoitlar yaratish maqsadida bugun Samarqand viloyat transport boshqarmasida boshqarma boshlig'i tomonidan qabul o'tkazildi. Unda tadbirkorlarni qiynab kelayotgan muammolar tinglandi va ularga yechim sifatida mas'ullarga topshiriqlar berildi. Bundan ko'zlangan maqsad sohada tadbirkorlik subyektlari uchun yanada jozibadorlikni oshirish, ularni yanada kengroq jalb qilishdan iboratdir. Sayyor qabul jarayonida transport xizmat ko'rsatish sohasidagi mavjud muammoli masalalarning yechimiga javoblar izlandi. Jumladan, litsenziyaga ega bo'lmagan transport haydovchilarining yo'lovchi tashish borasidagi faoliyatlariga barham berish, viloyatda turli yo'nalishlar bo'yicha jamoat transportlari qatnovini yo'lga qo'yish, ular sonini oshirish va boshqa masalalar muhokama qilindi. Shodlik mahallasida markaziy ko'chalarimizda 5-6 yildan beri xalqimiz juda qiynalib kelayotgan edi. Asosiy qiynalayotgani bu jamoat transporti yo'qligi. Mana shu bo'yicha murojaat qilgan edik. Boshqarma xodimlari o'rganib, joylarni ko'rganlaridan keyin bizga va'da qilgan edilar. Rahmat, mana bugun va'dalarning ustidan haqiqatdan chiqdilar. Bitta ko'chamizga 52-marshrut, M2 marshrutlarni qo'yib berishdi. Yana bir katta ko'chamiz bu yerda umuman transport yo'q edi. Mana 20 yildan ortiq bo'lgan bo'lsa ham mahallamizga transport bo'lmagan bu yerda. Mana hozir 17-marshrutni qo'yishdi. Mana bugun hozir sayyor qabulga kirib chiqdik. Rahmat, bular hali yana o'ylab ko'rib, balkim bu yo'nalishga yana qo'shimcha avtobuslar qo'yamiz deb va'da qilishdi. Tadbirkorlar tomonidan ko'tarilgan muammolarning aksariyatiga shu yerda yechim topilgan bo'lsa, ba'zilarini joyga chiqib o'rganish va hal etish bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berildi.